Ana chelakka uстановkaga yetib keldik, xudo xolasa. Savollar tushirib boshlayapti. Uстановka jarayonlarini xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Plastik 6000 seriya Altaplastdan Shotlandga Tashkentga 6 ko'z. Ana xudo xolasa uстановka boshlandi. Birinchisi ichkarida. Saman bosilganidan keyin telegrafkasini ko'rsatish kerak. Yuqorisi do'yini ochilgani. Shotlandkalar oldirilib, 2 ga 1.80 ramkamiz 6000 seriya Altaplastdan yasab kelindi. Mokkarang. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana yana bir uстановkamiz yakiniga yetdi. Chelak tuman Oqqo'rg'on mahallasiga uстановka qilib berdik. 6000 seriya Altaplastdan bo'ldi. 6 ko'zli ramkamiz 2 ga 1.80. O'rtada ikkita ko'z ochiladigan, bittasi do'yini, bittasi prosta ochiladigan bo'lgan. O'rtasiga shotlangalar urib, chiroyli qilib yasab berganmiz. Hozir oldinda yana ramkalarimiz bor, ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda balkon profildan eshik yasab berganmiz. Balandligi 2.35 ga 1.20 bo'lgan. Paket oynalar bilan tashqari tomoni refleksion oyna, ichkari prozrachniy bo'lgan. Telegrafkalari bitta barmoqcha bilan saliga yopiladi. Chiroyli qilib uстановka qilib bergan. Bu yerda dublet eshigimiz. Dublet eshigimizga mana hamshagidek balkon profilimizga 100 kilodan ziyod odam osilyapti bemalol. Mana hech qanday telegrafkasi o'zgarmaydi. Yopib ko'rsatinglar. Telegrafkasini. Mana hech qanday telegrafka o'zgarish yo'q.